Happy birthday to you. Assalomu alaykum barchaga. Bugun men tug'ilgan kunim. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Demak, bugun Robiyaxonning tug'ilgan kunlari bo'lgani uchun biz birgalikda bugun shou qilamiz va unutilmas kun qilamiz. Demak, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana bu shirinlik sizga. Albatta, ko'z yosh shahsi tomonidan sizga yoqdimi? Vashe yoqdi. Ko'rinishidan vashe chiroyli asalga o'xshab turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, kayfiyatlaringiz menimcha zo'r bo'lsa kerak. Vashe zo'r. Kayfiyatim endi 15 ga kirgandan keyin qayerda zo'r bo'ladi? Kuzatuvchilarga nima deysiz? Obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar va kuzatishda davom etinglar. Hozir bugungi videoda sizlarga zo'r, hali umuman ko'rmagan shoularni birgalikda tomosha qilasizlar. Bo'lmasam ketdingmi? Ketdik. Ketdik. Hozir bizning oldimizga iste'dodli, mana shu O'zbekistonda o'z muxlislariga ega bo'lgan Lazizaxon tashrif buyurdi. Demak, albatta dugonalarini tabriklash uchun demak mana yetib keldi. Ravi, o'rtoq tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Sen dunyodagi eng chiroyli qizsan va bugungi kundagi eng malikasisan. Rahmat. Tabriklayman. Necha yoshga kirding? 15. 1, 2, 3, Anamasam yoshini bilmaydi. 11, 12, 13, 14, 15. 15 ga kirdingizmi? 15 ga kirdim. Gap bo'lishi mumkin emas. 15 yoshda mana nimalarga erishdingiz? 15 yoshda ko'p yutuqlar erishdim. Misol uchun men hozir prezident maktabida o'qiyman. O gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha o'rtoqlarimga erishdim, ota-onamga rahmat, hamma ustozlarimga ham rahmat deb qolaman. Ayniqsa Gulbahor opaga. Qarang, hozir bizlar davom ettiramiz. Ya'ni sizni yana bir yaqin dugonalaringiz tashrif buyurgan. Mana Malika, yana Shahri, mana uyalib turishibdi hozir. Biz ham kutamiz ularni intiqlik bilan mana. Keling, sizni kutishyapti mana hozir. Qalaysan? Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Mana senga podarka. Eng chiroyli sovg'alar menimcha bugun uyga borib, bugun birgalikda ochib ko'ramiz. Raspakofka qilamiz. Aha. Demak, qanaqa sovg'a ekan o'zi? Qiziqmi? Qiziq. Bugun qanaqa sovg'a olib keldingiz o'zi? Qo'lga taqadigan taqimchoqlar olib keldim. O'ziga yarashib turishi uchun. Demak, go'zal buyurishlar uchun, ha. Demak, bizning Aziza degan bir qizchamiz bor edi, ketib qoldilar. Shunaqa endi kameraga sig'masak ham endi bag'rimiz keng, sizlarning ham bag'ringlar keng, o'shaning uchun kulib, maza qilib tomosha qilinglar va endi o'g'il bolalarga o'tamiz. Magazindan qaytarman, kecha yozgan ashulamni aytarman. Go'zal qiz, kunlar edi bekatda, qani men ham paydo bo'lsam o'shatda. Qo'limdan non, sochlarim bir ahvolda, usti boshim hamma kunlarni bir holda. Bahor kerak, jida gullaganlar, asallari unar ekan gullarga. Sevgi qumor, salom sevishganlarga, izlab qoling janolarlarga. Yana bir aziz yurtdoshlarimiz va aziz bolajonlarimiz tashrif buyurishdi. Bular hali yosh, lekin yosh bo'lsa ham, lekin shu paytgacha katta natijalarga erishgan insonlar. Demak, Robiyaxonning bugun tug'ilgan kunlariga yaqin insonlari sifatida tashrif buyurdinglar. Endi birma-bir tabriklarni eshitamiz. Mana sizlarni hozir bir 100 million odam ko'ryapti. Ketdi. 100 million? Ha, marhamat. Robi tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Yuzlarga kirgin. Bo'ldi. Aha, ketdi. Robi tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurgin. Hozir menga yetib oldingmi? Yo'q, yetib. Qarang, nechiga kirdilar bugun? Menimcha 15 ga. 15 ga, bilarkan. Nechiga kirdilar? 15 ga? 15 ga, ha. Chalg'iydilar deb o'yladim, lekin chalg'imadilar. Yaxshi. Endi marhamat. Bo'pti, meni tengim bo'lganing bilan tabriklayman. 1 yoshga qarading, xafa bo'lmayman. Hali yoshlar. Demak, mana ikkita insondan fikrlarni eshitdingiz, tabriklarni eshitdingiz. Marhamat. Endi o'zingiz fikringiz va javobiga o'tamiz keyin. Xo'p, sizlarga kattakon rahmat. Tug'ilgan kunim kelganinglar, tabriklar uchun, sovg'alar uchun. Sizlar o'g'il bolalardan eng yaqin o'rtog'imsizlar. Mana shunaqa kunni kutganmidingiz? O'rtoqlaringizdan mana shunaqa ajoyib podarkalar, sovg'alar, mana shunaqa chiroyli bir restoranda o'tkazaman deb hech tasavvur qilganmidingiz? Ha, chunki men tug'ilgan kunim shunaqa ko'proq shunaqa joylarda o'tadi. Men yaqin insonlarim ko'p bo'lganiga bulardan kutuvdim shunaqa bo'lishini. Ana endi Javohir davom ettiradi. Marhamat, hozir tayyorlanib turibdi. Gaplarni yig'ib, she'rlar yodlab, bu menimcha Robiyaxon uchun qo'shiqlar yodlab kelgan menimcha. Ketdi. Marhamat. Assalomu alaykum. Robiya, brat, tug'ilgan kunlaring bilan tabriklayman. Uzoq umr yashagan, ota-onaning baxtiga sog' bo'lgin. Bo'ldimi? Biz qo'shiq, hali she'rlar aytadi deb bemalol gaplashmoqchi edik bolalar bilan. Bolalar bilasizlar, bizga nima qilish kerak hozir kuzatuvchilar?
Podpiska bilan like qilib qo'yish kerak bu. Aha. Faqat podpiska like, ha? Kuzatishda davom etishmasin. Podpiska tashlashsa o'zi kuzatishadi-yu. Demak, aziz yurtdoshlar, hozir bizani kuzatishda davom etinglar. Hozir bu boshlanishi va sizlarni juda ham bir boshqacha kayfiyat va zo'r sovg'alar va zo'r shou dasturlari sizlarni kutmoqda. Demak, kuzatishda davom etinglar birgalikda. Davom etamiz. Men podarkam bermadim, to'xtam Ha, podarkani berishni ham olamiz. Qani qo'shib olamiz. Qani ketdi. Bo'ldi. Qani sizda sovg'a? Berib bo'ldim. Ha, berib bo'ldilar. Sizda qani sovg'a? Men ham berib. Ya hammasi olib o'tdilar, gap yo'q. Demak, davom etamiz, ketdik. Aytgancha yana 3 ta men uchun yaqin bo'lgan o'rtoqlarim bor. Ularni hozir kutib qolamiz. Mana endi kelishdi, tabriklaymiz. Hop, Shahriy, boshla. Robiya, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Nima niyat qilgan bo'lsang, niyatingga yetgan. Biz seni doim yaxshi ko'ramiz. Tabriklayman. Tug'ilgan kunlaring bilan tabriklayman. 100 yoshga kirib yur. Tug'ilgan kuningni tabriklayman. Iloyim 100 yoshga kirdi. Saçlarında uzun orayaman Yeterli buldu yapırma Lan sana tanımayman Kalbitteydi divane Gap sözleri tekane Hiç kim bilmesin konuşayım Dedi bir hana Bana vermedi yaptı İnsanlar rukut yaptı Mıdı balanda kirma Yapı yapma yaptı Yürgümeden sevgilenerek Hafa boyma fakat menden Yerim olursa şuna kara Shunaqa yuraman o'zimga juda yaxshi ko'raman tinch qo'ygin deydim mani chek-chegara boqarmasan o'yinchoq emas yuragim sevolmaydi har kim sani bu gaplarimni yozib ol quloqlaringga quyib ol yoqmasa agar gaplarim bo'pti mayli yaxshi Tabriklaymiz. Yaşlarım dolar, bunlardan Kalbim yığlar soğursam Ona anlatmayın gel Yürek kaksır zor Seni gördüm, seni gördüm Nima ko'rdim, seni sevib qoldim Nima bo'ldi, nega nima bo'ldi Seni ko'zlaring bilir olmaydi Otursan yanımdan indemek Kılaman okşadığını sana bıraktarak Unutma şunu seni hamı kalkalay Topa olmayın seni kumlemden Hey gül badane Hey gül badane lazım Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать. Ты еще со мной, буду тумана.
tug'ilgan kuni ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Mana bizani Abram aka o'zingizlar gapiringlar deb gapirgilar keyin mikrofonni bizga berib qo'ydilar. Xullas, Robi, hozir hamma seni bitta-bitta tabriklab chiqadi, hamma. Boshda tabrikladik-ku. Mayli. Videoni boshida oxirigacha tabriklayapmiz. Короче, Robi, sen tabriklayman. Ota-onangni baxtiga sog' bo'lib yurgan, o'ylagan niyatlaringga yetgan. Chiroyli qizligingga ko'z tegmasin. Tuf. Tabriklab oldik. Robi, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kirgan. Bo'ldi, tabriklayman. O'rtoqlar, hozir bitta zo'r narsa qilamiz. Mana Lazizaga savol beramiz hozir. Laziza, mana sizga savol. Malika yoki Robiya? Shahriy. Yo, aytmayman. Kim? Kelasi. Mana bittasi. Mana oldingizda turibdi. Bilmayman, kelasi ham manchi. Xafa bo'lmaysizlar, to'g'rimi? Mana yuraydan ayting chiqqani. Короче, Robi xafa bo'lma. Tug'ilgan kunimda xafa qilish niyatim yo'q edi. Mana shu abunamga qildilar. Короче, men Shahriy, men Mali bilan 10 yildan beri Bo'ldi, qarang, kesib tashlaymiz. Endi mana qarang, eng yaqin do'konlar, men yaxshi ko'radigan insonim anaqa Robiya deb berasiz. Kesib tashlaymiz o'zi. Qani ketdi. Robiya. Men aytgan gaplarni aytdim-ku. Ha. Bu videolarni kesib tashlaymiz hozir. Bo'ldi, Mali o'zing uchun bilib olding. Короче, Robi men uchun yaqin o'rtoq. Podpiska bosinglar, xayr. Avvalambor hammaga yana bir marta assalomu alaykum. Demak, bugun men tug'ilgan kunim aka 15 ga kirdim. Xo'p, birinchidan hammaga rahmat. Hamma men zo'r tabriklashdi, zo'r sovg'alar oldim. O'zimga tug'ilgan kunim juda ham yoqdi. Ayniqsa Gorizon restorani вообще четкий обстановкада, прям современный yangi joy. Xo'p, endi 15 yoshgacha siqilishlarim bo'lgandir. Bir xil ekzamenlardan может провалить qilgandirman. Kimdir meni ko'nglimni ortib qo'ygandir. Mayli, bunisini kechirardi. 15 yoshgacha ko'pini ko'rganman men. Xo'p, demak, Anor bolalar shou dastasiga, Anor shouga ham kattakon rahmat. Men tug'ilgan kunimda men yaqinlarim bo'lib berishdi. Umrimda bilmadim, eng yaxshi ko'rgan odamlarim oilam shu bo'lsa kerak. 15 yoshgacha baribir ko'pini ko'rdim. Yana bir marta esib qo'ying, chunki baribir hayot oson emas. Bo'ldi. Hammaga rahmat.